Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani oddiy va tushunarli qilib tushuntirib bermoqchiman. Gap gaz uchun to'lov, ayniqsa gaz yetkazib berish to'lovi bekor bo'lishi va 2 avgustdan boshlab hisob kitoblarda paydo bo'ladigan o'zgarishlar haqida ketadi. Bu ma'lumot har bir xonadon, har bir tadbirkor, ijara uyda yashayotgan odamlar, gaz hisoblagichi bor yoki yo'q abonentlar uchun juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta tekshirilmagan qarzdorlik kenjarima uzilish yoki ortiqcha to'lovga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Avvalo, masalaning eng asosiy joyini tushuntiraman. Ko'pchilik odamlar gaz uchun kelgan kvitansiyada yoki shaxsiy kabinetida gaz sarfi, qarzdorlik, penya yetkazib berish, xizmat haqi kabi turli yozuvlarni ko'rib, aynan nimaga pul to'layotganini tushunmay qolardi. Ayrim holatlarda odam gazning o'zi uchun alohida, uni tarmoqlar orqali yetkazib berish uchun alohida to'layotgandek taassurot paydo bo'lgan. Endi avgustdan boshlab shu masalada muhim o'zgarish bo'lyapti. Gaz yetkazib berish uchun alohida to'lov undirilmasligi, ya'ni iste'molchidan gazni uyigacha olib kelish nomi bilan qo'shimcha alohida haq olinmasligi kerakligi ta'kidlanmoqda. Oddiy qilib aytsam, siz gaz sarflagan bo'lsangiz, hisob kitob sarflangan kub metr va amaldagi tarif asosida bo'lishi kerak. Gazni yetkazish alohida yana bitta mustaqil to'lov sifatida sizning bo'yningizga qo'yilmasligi kerak. Bu nimani anglatadi? Bu gaz bepul bo'ldi degani emas. Bu juda muhim. Ba'zi odamlar sarlavhani ko'rib, demak, endi gaz uchun pul to'lamaymiz deb noto'g'ri tushunishi mumkin. Yo'q, gazning o'zi uchun to'lov saqlanadi. Siz hisoblagich bo'yicha qancha gaz ishlatsangiz, shunga qarab to'laysiz. O'zgarish shundaki, gazni yetkazib berish yoki tarmoq orqali olib kelish deb nomlangan qo'shimcha alohida band oddiy aholiga asossiz tarzda yuklanmasligi kerak. Bu aholining hisob kitobini aniqroq, shaffofroq va tushunarliroq qilishga qaratilgan o'zgarish. Endi oldin qanday edi, hozir qanday bo'ladi? Shu qismini misol bilan ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, bir oila oy davomida 20 kub metr gaz ishlatdi. Agar tarif misol uchun 1 kub metr uchun 6 so'm bo'lsa, asosiy to'lov 1000 so'm bo'ladi. Oldingi tartib yoki ayrim noto'g'ri hisob kitoblarda bunga yana qo'shimcha xizmat haqi, yetkazib berish to'lov yoki boshqa nomdagi bandlar qo'shilib, umumiy summa kabin 2000, kabin 1000 yoki undan ham ko'proq bo'lib chiqishi mumkin edi. Endi iste'molchi haqli savol berishi kerak. Men aynan nimaga to'layapman? Agar gaz sarfi bo'yicha to'lov bo'lsa, tushunarli. Agar qarzdorlik bo'lsa, qaysi davrdan qolganini ko'rsatsin. Agar penga bo'lsa, qaysi sanadan, qaysi qarzga hisoblanganini tushuntirsin. Lekin yetkazib berish degan nom bilan alohida summa chiqsa, siz uni tekshirtirishga haqlisiz. Yana bir real holatni olaylik. Ko'p qavatli uydagi xonadonda hisoblagich bor. Oilayoz oylarda gazni faqat ovqat qilish uchun ishlatadi. Oyiga 15 yoki 20 kub metr gaz chiqadi. Shunday xonadonga gaz sarfi bo'yicha kichik summa kelishi tabiiy. Ammo shaxsiy kabinetda gaz sarfidan tashqari yana tushunarsiz qo'shimcha to'lov ko'rinib qolsa, bu odam darhol e'tibor berishi kerak. Chunki kichik summa bo'lgani bilan u har oy takrorlansa, yil oxiriga borib sezilarli pul bo'ladi. Masalan, oyga 8000 so'mdan asossiz qo'shimcha to'lov qo'shilsa, bir yilda 96000 so'm bo'ladi. Bu bitta oila uchun kichik pul emas. Ayniqsa pensionerlar, kam ta'minlangan oilalar, ijara uyda yashayotgan talabalar uchun har 1000 so'm hisobli. Endi hovlida yashaydigan oilalarni olaylik. Ular qishda isitish uchun ko'proq gaz ishlatadi. Dekabr yoki yanvar oylarida 500 kub metr, ba'zan 800 kub metrgacha gaz sarfi chiqishi mumkin. Bunday paytda hisob kitobda har bir bandning to'g'ri bo'lishi juda muhim, chunki sarf katta bo'lsa, kichik foiz yoki kichik qo'shimcha ham katta summaga aylanadi. Masalan, 700 kub metr gaz uchun asosiy to'lov bir necha 100 ming so'm chiqadi. Agar bunga yana tushunarsiz yetkazib berish haqi qo'shilsa, odam bu qarz qayerdan paydo bo'ldi deb hayron bo'ladi. Shuning uchun men hammaga maslahat beraman. Ayniqsa qish mavsumi oldidan hisobingizni tekshiring. Eski qarzdorlikni aniqlang. Hisoblagich ko'rsatkichini suratga olib qo'ying. Gaz tashkiloti bazasidagi raqam bilan uyingizdagi hisoblagich raqamini solishtiring. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda shaxsiy kabinetda tushunarsiz qo'shimcha to'lov ko'rayotganlar. Ikkinchidan, oxirgi oylarda gaz uchun to'lov summasi birdan oshib ketganlar. Uchinchidan, uyini yaqinda sotib olgan yoki ijaraga olgan odamlar. To'rtinchidan, hisoblagichi almashtirilgan
lekin eski va yangi ko'rsatkichlar bo'yicha dalolatnoma olmaganlar. 5-dan gaz idorasiga avvalgi qarzdorlik bo'yicha murojaat qilgan. Lekin aniq javob olmagan abonentlar. Mana shu toifadagi odamlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki tizimdagi eski ma'lumot, noto'g'ri kiritilgan ko'rsatkich yoki hujjatsiz hisob-kitob keyin sizning nomingizda qarz bo'lib turishi mumkin. Kimlar hozircha xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz har oy gaz sarfini ko'rib, aynan shu miqdor bo'yicha to'lov qilayotgan bo'lsangiz, shaxsiy hisobingizda ortiqcha bandlar ko'rinmasa, qarzdorlik yo'q bo'lsa va hisoblagich ko'rsatkichi tizimdagi raqam bilan mos kelsa, katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin xotirjam bo'lish degani umuman tekshirmaslik degani emas. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Kommunal xizmatlarda eng to'g'ri yondashuv bu har oy kamida bir marta shaxsiy hisobni tekshirish. Chunki muammo paydo bo'lgandan keyin isbotlash qiyinroq bo'ladi. Oldindan nazorat qilish esa ancha oson. Bu yerda yana bir muhim nozik jihat bor. Gaz yetkazib berish to'lovi bekor bo'ldi degani. Sizning eski qarzlaringiz avtomatik o'chib ketadi degani emas. Agar sizda avvaldan gazning o'zi uchun qarzdorlik bo'lsa, u saqlanadi. Agar hisoblagich bo'yicha foydalanilgan gaz uchun pul to'lanmagan bo'lsa, bu qarz hisobda qoladi. Bekor bo'lishi mumkin bo'lgan masala aynan yetkazib berish nomi bilan alohida undirilgan yoki undirilayotgan to'lovga taalluqli. Shuning uchun har bir qarzdorlikni ajratib ko'rish kerak. Bu gaz sarfi uchunmi? Bu penya uchunmi? Bu eski davr uchunmi yoki bu alohida xizmat bandimi? Mana shu savolga aniq javob olmaguncha shoshilib pul to'lab yubormang, lekin qarzni ham e'tiborsiz qoldirmang. Aylar men to'lab bo'lganman. Endi ortiqcha to'lagan pulim qaytariladimi deb so'raydi. Bu ham juda muhim savol. Agar siz haqiqatan ham asossiz qo'shimcha to'lov qilgan bo'lsangiz, uni qayta hisob-kitob qilishni talab qilish huquqiga egasiz. Lekin bu avtomatik ravishda ertaga kartangizga pul tushadi degani emas. Amaliyotda odatda ikki yo'l bo'ladi. Ortiqcha to'langan summa keyingi oylar uchun avans sifatida hisobga olinadi yoki sizning arizangiz asosida qaytarish masalasi ko'rib chiqiladi. Buning uchun to'lov cheklarini, shaxsiy hisob raqamini, abonent ma'lumotlarini va aynan qaysi davr uchun ortiqcha to'lov bo'lganini ko'rsatadigan ma'lumotlarni yig'ish kerak. Yana bir misol. Siz may, iyun, iyul oylarida har oy 6000 so'mdan gaz uchun to'lov qilgansiz. Keyin shaxsiy kabinetni tekshirib, har oy 1000 so'mdan yetkazib berish yoki shunga o'xshash nomdagi alohida band qo'shilganini ko'rdingiz. Demak, 3 oyda 4000 so'm masala bor. Siz gaz idorasiga borib, shunchaki pulimni qaytaring desangiz jarayon cho'zilishi mumkin. To'g'ri yo'l, shaxsiy hisob raqamingizni aytasiz. Qaysi oylar bo'yicha e'tirozingiz borligini yozasiz. Kvitansiya nusxasini ilova qilasiz va qayta hisob-kitob qilishni so'raysiz. Javobni og'zaki emas, yozma shaklda olishga harakat qiling. Chunki yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda iste'molchi huquqlarini himoya qilish organlariga yoki yuqori tashkilotga murojaat qilish osonlashadi. Endi istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Gaz bilan bog'liq hamma to'lov ham yetkazib berish to'lovi emas. Masalan, hisoblagichni almashtirish, tamg'alash, plombani buzish oqibatida rasmiylashtiriladigan jarimalar, gaz tarmog'iga noqonuniy ulanish uchun hisoblangan zarar. Texnik shart olish bilan bog'liq ayrim xarajatlar alohida tartibda ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun har bir bandning nomi huquqiy asosi muhim. Sizga bu to'lov majburiy deyishsa, qaysi qaror, qaysi band, qaysi davr va qaysi hisob-kitob asosida deb so'rang. Bu oddiy savol, lekin ko'p noaniqlikni joyida hal qiladi. Ikkinchi nozik jihat hisoblash ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilishi. Ba'zan inspektor kelmagan bo'ladi. Ko'rsatkich taxminiy kiritiladi yoki abonent o'zi noto'g'ri raqam yuboradi. Masalan, hisoblagichda Li2 245 ko'rsatkich turibdi, lekin tizimga Li2 245 bo'lib kirsa, birdan 900 kub metr farq paydo bo'ladi. Keyin odam katta qarzni ko'rib vahimaga tushadi. Bunday vaziyatda darhol hisoblagichni suratga oling. Suratda sana ko'rinishi uchun telefon galereyasidagi ma'lumotni saqlang. Imkon bo'lsa video ham oling. Keyin gaz tashkilotiga ariza bering. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan. Joyiga chiqib dalolatnoma tuzib berishingizni so'rayman deb yozing. 3-nozik jihat, eski egadan qolgan qarz. Uy sotib olayotganda ko'pchilik kadastr, elektr, suv, gaz qarzini to'liq tekshirmaydi. Keyin yangi egasi uyga ko'chib kirgach, gaz hisobida katta qarz turibdi. Agar qarz eski davrga tegishli bo'lsa, masalani hujjat bilan hal qilish kerak. Oldi sotdi shartnomasi. Uy sizning nomingizga o'tgan sana
o'sha sanadagi hisoblagich ko'rsatkichi eski egadan olingan to'lov ma'lumotlari juda muhim. Men bunday holatda uy sotib olayotgan har bir odamga maslahat beraman. Notariusga borishdan oldin gaz, elektr va suv bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot oling yoki kamida shaxsiy hisobni tekshiring. Chunki keyin bu meniki emas edi deb aytishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. 4-nozikiyat ijara uylar. Ijarachi gazdan foydalanadi, lekin abonent raqami uy egasining nomida bo'ladi. Agar ijarachi har oy pulni uy egasiga berib, uy egasi to'lamagan bo'lsa, tizimda qarz baribir abonent nomida turadi. Agar siz ijarachi bo'lsangiz, faqat og'zaki kelishuvga ishonmang. Har oy to'lov qilingan chekni ko'ring yoki to'lovni o'zingiz ilova orqali amalga oshiring. Agar uy egasi bo'lsangiz, ijarachiga kommunal to'lovlarni nazoratsiz qoldirmang. Chunki gaz uzilsa, nizoni hal qilish, qayta ulash, qarzni anlash hammasi vaqt va asob talab qiladi. 5-nozikiyat tadbirkorlar va noturar joylar. Aholi uchun qo'llaniladigan tartib har doim ham tadbirkorlik subyektlariga aynan bir xil tatbiq etilmasligi mumkin. Do'kon, seks, oshxona, nonvoyxona, issiqxona yoki boshqa ishlab chiqarish obyektlarida gaz bo'yicha shartnoma shartlari. Limitlar, tariflar, texnik talablar boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun tadbirkorlar shartnomani alohida tekshirishi kerak. Agar sizga ham yetkazib berish yoki boshqa xizmat nomi bilan summa yozilgan bo'lsa, shartnomangizda bu band bormi? Qaysi tarif asosida hisoblangan? Gaz ta'minoti korxonasi bilan tuzilgan kelishuvda qanday majburiyatlar bor? Shularni ko'rib chiqing. Tadbirkorlar uchun kichik xato ham katta summaga chiqadi. Chunki sarf hajmi katta bo'ladi. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam shaxsiy hisobingizni tekshiring. Buning uchun gaz ta'minoti tashkilotining rasmiy ilovasi, to'lov tizimlari, shaxsiy kabinet yoki hududingizdagi gaz idorasi orqali abonent raqamingiz bo'yicha ma'lumot oling. Faqat umumiy qarzni ko'rish bilan cheklanib qolmang. Qarz qaysi davrdan, qaysi xizmat turi bo'yicha, qaysi hisoblagich ko'rsatkichlari asosida shakllanganini so'rang. Ikkinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichini qayd qiling. Bugungi sana bilan suratga oling. Raqamlar aniq ko'rinsin, plombalar ham ko'rinsa yanada yaxshi. Agar hisoblagich ko'chada, qutida yoki umumiy joyda bo'lsa, baribir aniq suratga olishga harakat qiling. Keyin tizimdagi oxirgi ko'rsatkich bilan solishtiring. Agar farq bo'lsa, darhol murojaat qiling. Farq katta bo'lsa, kutmang. Chunki vaqt o'tgan sari qaysi kuni qaysi ko'rsatkich bo'lganini isbotlash qiyinlashadi. 3-qadam, kvitansiyalarni yig'ing. Oxirgi kamida 6 oylik to'lov cheklarini saqlang. Agar imkon bo'lsa, 1 yillik ma'lumotni ham olib qo'ying. Elektron to'lov qilgan bo'lsangiz, ilovadan chekni yuklab oling yoki skrinshot qiling. Lekin skrinshotning o'zi ba'zan yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun rasmiy chek fayli bo'lsa, uni ham saqlang. To'lov qilingan sana, summa, abonent raqami va qabul qiluvchi tashkilot nomi ko'rinib tursin. 4-qadam, agar tushunarsiz to'lov ko'rsangiz, ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi, falon manzildagi abonent hisob raqami bo'yicha gaz to'lovlarimni tekshirib, falon davr uchun tushunarsiz qo'shimcha to'lov hisoblanganini aniqladim. Ushbu to'lov qaysi huquqiy asos, qaysi tarif va qaysi hisob-kitob bo'yicha qo'llanganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni hamda asossiz hisoblangan summa bo'lsa qayta hisob-kitob qilishingizni so'rayman. Arizaga pasport yoki ID karta nusxasi, abonent daftarchasi yoki shaxsiy hisob ma'lumoti, to'lov cheklarini ilova qiling. Uy egasi bo'lmasangiz, ijara shartnomasi yoki uy egasining ishonchnomasi talab qilinishi mumkin. 5-qadam, javobni kuting. Lekin nazoratni qo'ldan bermang. Murojaatni qabul qilishganda kirim raqamini oling. Telefon orqali aytilgan gapga to'liq tayanib qolmang. Ko'rib chiqamiz degan javob yaxshi, lekin sizda ariza raqami bo'lishi kerak. Agar belgilangan muddatda javob bo'lmasa yoki javob sizni qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga, iste'molchi huquqlarini himoya qiluvchi organlarga yoki rasmiy murojaat portallari orqali qayta murojaat qilishingiz mumkin. Har safar avvalgi ariza raqami, javob nusxasi va cheklarni ilova qiling. 6-qadam, ogohlantirish kelganda befarq bo'lmang. Ba'zan odam men haqman, to'lamayman deb turib oladi, lekin tizimda qarz turgani uchun gaz uzilishi mumkin. Agar qarz bo'yicha bahs bo'lsa, uni hujjat bilan to'xtatish yoki qayta ko'rib chiqish jarayoniga kiritish kerak. Shunchaki indamay kutish xavfli. Ayniqsa qish oldidan gaz uzilishi oilaga katta noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun men tavsiya qiladigan yo'l, bahsli summani ajrating. Asosiy haqiqiy sarf uchun to'lovni o'z vaqtida qiling. Bahsli qo'shimcha bo'yicha esa
yozma e'tiroz bering. 7-qadam, har oy bir xil kunda nazorat qiling. Masalan, har oyning 25 sanasida hisoblagichni suratga olasiz. Shaxsiy kabinetga kirasiz, tizimdagi ko'rsatkichni solishtirasiz, to'lovni amalga oshirasiz va chekni saqlaysiz. Bu odat 5 daqiqa vaqt oladi. Lekin keyin 100 minglab so'mlik nizolardan saqlashi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Hujjati bor odamning masalasi tezroq hal bo'ladi. Hujjatsiz odam esa ko'p vaqtini men o'sha kuni to'lagandim. Menimcha shuncha edi degan gaplar bilan yo'qotadi. Bu o'zgarishning asosiy ijobiy tomoni shundaki, oddiy iste'molchining to'lovi aniqroq bo'lishi kerak. Odam gazni qancha ishlatganini, qancha to'lashi kerakligini, qarz qayerdan kelganini tushunishi kerak. Kommunal xizmatda eng katta muammo ko'pincha tarifning o'zi emas, hisob-kitobning tushunarsizligidir. Agar kvitansiyada har xil nomdagi bandlar bo'lsa, odam ishonchini yo'qotadi. Shuning uchun yetkazib berish uchun alohida to'lov bekor qilinishi haqidagi o'zgarish iste'molchi manfaatiga xizmat qilishi mumkin. Lekin bu manfaatdan foydalanish uchun har birimiz o'z hisobimizni tekshirishimiz, savol berishimiz va hujjat bilan ishlashimiz kerak. Yana bir narsani alohida aytaman. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan har bir xabarni darhol haqiqat deb qabul qilmang. Kimdir endi gazga umuman pul to'lanmaydi desa, bu noto'g'ri. Kimdir hamma eski qarzlar o'chadi desa, bu ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Kimdir hech kim hech narsa tekshirmasa ham bo'ladi desa, bu eng xavfli maslahat. To'g'ri tushuncha shunday. Gaz sarfi uchun to'lov bor. Haqiqiy qarz bo'lsa, u bor. Lekin yetkazib berish nomi bilan alohida asossiz to'lov bo'lsa, siz uni tekshirtirish va qayta hisob-kitob talab qilish huquqiga egasiz. Agar sizning hisobingizda hozir qarz ko'rinayotgan bo'lsa, birinchi navbatda vahimaga tushmang. Qarz summasini yozib oling, qaysi davrga tegishli ekanini aniqlang, hisoblagich ko'rsatkichini solishtiring, cheklaringizni toping. Keyin gaz idorasiga borganingizda umumiy gapirmang, aniq gapiring. Mana mening abonent raqamim, mana mening oxirgi ko'rsatkichim, mana to'lovlarim, mana tizimda ko'ringan bahsli summa. Shu summaning asosini yozma tushuntirib bering. Shunday yondashuv sizni jiddiy iste'molchi sifatida ko'rsatadi va masalani hal qilish imkonini oshiradi. Agar sizda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni keyingi to'lovlarga o'tkazishlarini so'rashingiz mumkin. Masalan, hisobingizda 1000 so'm ortiqcha to'lov borligi tasdiqlansa, keyingi oy gaz ishlatganingizda shu summa hisobdan yechilib bo'lishi mumkin. Agar siz pulni qaytarishni xohlasangiz, alohida tartib va ariza talab qilinishi mumkin. Bu yerda ham asosiy narsa hujjat, chek bor, hisob-kitob bor, yozma javob bor. Hujjat bo'lmasa, talabni isbotlash qiyinlashadi. Xulosa qilib aytaman. 1 avgustdan boshlab gaz yetkazib berish to'lov masalasidagi uchun muhim. Bu o'zgarishlar har bir abonent uchun emas. Bu eski qarzlar avtomatik yo'q bo'ladi degani ham emas. Lekin gazni yetkazib berish nomi bilan alohida qo'shimcha to'lov undirilayotgan bo'lsa, siz buni tekshirtirishga, tushuntirish talab qilishga va asossiz summa bo'lsa qayta hisob-kitob so'rashga haqlisiz. Eng to'g'ri harakat. Shaxsiy hisobni tekshirish, hisoblagichni suratga olish, cheklarni yig'ish, bahsli summa bo'yicha yozma ariza berish va javobni nazorat qilish. Azizlar, sizning hisobingizda ham shunday tushunarsiz to'lov chiqqanmi? Gaz uchun oxirgi oyda summa oshib ketdimi yoki hammasi joyidami? Izohlarda albatta yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot faqat bitta odamga emas, har bir xonadonga kerak bo'lishi mumkin.